Chiroyliklarim, kechasi bilan uxlolmadim. Soati hozir 5 bo'lyapti. Miyamda kelayotgan bir o'y sabab, fikr sabab ertalab bolamizga, erimizga kofe, choylar tayyorlaymiz, lekin o'zimiz uchun erinamiz. Do'konga kirsak ham o'zimiz yoqtirgan narsani olmasdan bolamizga ko'tarib chiqamiz. Keyin bolam yesin shu deb. Bir joyga boradigan bo'lsak ham bolamiz ko'rsin deb bolamizni olib boramizda. Chiroyli dishlarimiz esa mehmon kelishini kutib turadi. U shkafda chiroyli dishlarimiz. Qachongacha bunaqa yashaymiz? Chiroyli idishlarda ichishga sizni ham haqqingiz bor. Uchgan piyolalar, uchgan idishlarda, xudo idishlarda, har xil idishlarda ichmang chiroyliklarim. O'zingizga eng yaxshisini ravo ko'ring. Eng yaxshi idishlarni ishlating. Zamon rivojlanyapti. Bolalarimiz ham bizdan yaxshi zamonda yashashadi. Biz ko'rmagan narsalarni ko'radi. Biz bormagan joylarga boradi. Biz qachon o'zimizga mehmon bo'lamiz? O'zimizni biror joyga olib borib, kofe ichib, kelishga vaqtimizda ayimizda. Lekin aslida hayot juda ham qisqa. Kofe mashina olishni ham hojat yo'q. Ana oddiy turkada bitta kofe damlab ichsangiz ham bo'ladi. Bu ham insonga qanchalik zavq bag'ishlaydi bilasizlarmi? Ertalabda turib, bitta chashka kofe tayyorlab ichish bu juda ham katta zavq bag'ishlaydi ayol uchun. Shuni o'tirib ichish vaqtingiz mana shunga 5 minutdan vaqt ketmaydi. Ana boringki 10 minut vaqt ketadi, lekin 10 minutda siz dunyoning ishini qila olmaysiz-ku. Boshqalarning hayoti bilan yashamang chiroyliklarim, o'zingizni hayotingiz bilan yashang. Unda bor, menda yo'q deb hayotingizni o'tkazmang. O'zingizda bori bilan yashang. O'zingizda bor narsani chiroyli qilib ko'rsatib, uyingizni chiroyli qiling, atrofingizni chiroyli qiling, o'zingizni chiroyli qiling. Shunda atrofingizdagilar ham, eringiz ham, bolalaringiz ham juda ham xursand, yaxshi yashaydi. Oddiy bitta chiroyli idishingizni ishlatsangiz ham qancha xursand bo'lasiz. Turmasin shkafingizda. Taxmonda yotgan kiyimlaringizni ham kiying. U to'y kutib turmasin, chiroyli kiyimlaringizni kiyib oling. Bor narsangizni qo'yib ishlating. Alloh beraveradi, chiroyliklarim. Har bitta insonning niyatiga, maqsadiga yarasha hamma narsani beradi. Shunchaki chiroyli qilib so'rang va xotirjam yashang. Atrofingizga qarang, bor narsalaringizdan shukr qiling. Eng muhimi hozirgi onda yashang chiroyliklarim. Bu hozirgi on, hozirgi mana shu gapirgan gaplarim shu tarixga aylandi. Bugun sizlar uchun ajoyib videolar qo'yaman. Kofeyim ham pishdi sizlarga gapirganimcha. Video qilib qo'yishga harakat qilaman sizlar uchun. Erkaklar gaplarimga toshbo'ron qilib olmanglar tag'in. Kelinglar chiroyliklarim, g'iybatlashib kofe ichamiz.